Hozir mana Azizbek bot yuribdi. Mana Hojimurod aldab o'tmoqchi bo'ldi. Muslimbek oldi. Muslimbek Azizbek oldi. Muslimbek yiqilib tushdi va turib ketdi. Jarima to'p belgilamadi va nihoyat o'yin yana keskinlik bilan to'p uchun kurashda boshlanib ketdi. Ravshanbek Azizbekdan o'tkazdi. Azizbek xavfli hujum. Hozir mana Aliorbek o'ynamoqda. Yoqda out bo'lmaydimi? Hozir mana ko'rib turibsizlar, to'p uchun bahs, bolalar bir-biri bilan juda qattiq o'ynashmoqda. Mana ko'rib turibsizlar. Saydulloh hozir mana Varata tomon yo'lida xavfli vaziyat. To'pni ushlab oldi. Kim edi u bola? Hop, to'pni bosib yana o'yinga kiritmoqda. Azizbek bot yurib sal qoldi. Xavfli vaziyat. Obidga chiqib ketdi. Mahalliy yoshlarni ko'rib turibsizlar. Saydulloh olib ketdi. Azizbek bot yurib, oshirdi Saydullohga. Muslimbek va nihoyat sharhlashga ulgurmayapti. Ochiq bular juda tez o'ynashyapti. Ko'rib turibsizlar mana. Abdullohga gol! Hojimurod gol urdi va 1-0 hisob ochildi. Markazdan to'p o'yinga kiritiladi. Ana kelyapti Azizbek bot yurib to'pni maydonga kiritdi va o'yinni boshladi. Oshirdi va pas beruvdi. Bir oz noto'g'ri ketdi to'p. Hozir mana Abdulloh to'pni olib chiqdi va Azizbek Botiribga uzatdi. Azizbek Botirib esa obalantirmaydi. Yana bitta futbolchi Varatabonimizga yetib bordi. Bu ham Abdulloh o'chotdan o'tkazib yubordi Azizbek Botirib, lekin o'yin yana qizg'in bahs oldi. Ko'rib turibsizlar mana tashqariga chiqara olmaydi og'da va oxir oqibat suvga tushmoqchi to'p. Ovutdan yana maydon tashqarisidan Aliorbek to'pimizni maydonga tashlamoqda o'yinga va o'tdi Muslimbekka. Muslimbekdan Azizbek Botiribga va yana to'p maydon tashqariga chiqmoqchi edi. Uni Muslimbek orqaga qaytarib olib qoldi va o'yin davom etmoqda. Abdulloh va Aliorbek oldi va xavfli vaziyat yo'q, ammo bir oz noqulaylik yuz berdi. Bolalar to'p uchun hali ham kurashda davom etyapti va outga chiqib ketdi. Mana endi o'yinga to'p yana kiritilmoqda Ravshanbek tomonidan. Ravshanbek Ibaydullayev adashmasam, uchinchi chempionat yoradi bu bolalar. Ko'rib turibsiz. Golmi? 2-0. 2-0 hozir 2-0 yozildi. Va mana Azizbek Botirib sekin to'p uchun kurashda Ravshanbek berdi va Saydulloh to'pni bir oz noqulay vaziyatdan olib chiqdi. Ovutga chiqib ketgan to'pni, yana maydon tashqariga chiqayotgan to'pni olib kirdi maydonga. Qanday kombinatsiya! Aliorbek olmoqchi bo'ldi va uni opasniy. Abdulloh to'pni pas berdi va Azizbek Botirib u to'pni olib to'p mana biz oldimizga keldi. Ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib kombinatsiyalar bo'lib o'tmoqda. To'p uchun kurashda Ravshanbek Ibaydullayev va Saydulloh Ahmadjonov bo'lsa kerak, adashmasam. Mana ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib. Muslimbek No'monovmikin adashmasam, bu ham juda ham yaxshi o'ynamoqda. Azizbek Botirib va chekiga chiqib turasizlar, mashina o'tib ketgan ekan. Outdan to'p yana o'yinga kiritilar ekan. Azizbek Botirib tashlab berdi va uni Aliorbek Umirdinov olib qoldi va Ravshanbek Ibaydullayev yetib olib aldab o'tdi va chalqanchi uslubda to'pni olib o'tdi. Ko'rib turibsizlar, juda ham o'yin qizg'in bahs olib bormoqda bolalar. Bu bolalarga faqat stadion kerak. Mana ko'rib turibsizlar, Azizbek Botiribda to'p va Aliorbek Umirdinov adashmasam, Azizbek Botirib olib oldi. O'sha dedik. Mana ko'rib turibsizlar, maydon tashqariga chiqib ketgan to'pni Azizbek Botirib oyog'i bilan ushlab qoldi. To'xta dedim men. Bular ham shunaqangi bilmay qolishyapti. Outni Ravshanbek chiqarib maydonga olib kirdi va uni tashlab Azizbek Botiribga berdi. Azizbek Botirib olib ketdi va o'yin yana qizg'in bahs olib borilmoqda. To'pni olib qo'yishdi. Bir burchak to'pini tepishmoqda. Uni Ravshanbek Ibaydullayev amalga oshiradi. Qani tezroq tepamiz. Boshladik va nihoyat to'pni Aliorbek Umirdinov ushlab oldi va maydonga to'pni tashladi. O'yin yana qizg'in boshlandi. Ko'rib turganingizdek, yana to'p uchun kurash. 2-0 hisobli tabloda yorqin yozilib turibdi va
Yo'q, sen o'ynama. Nima? O'zing aytding-ku. O'ynayapman. Yo'q. YouTube'ga qo'yamiz. Davay, men ham qo'shib. Ketdi va gol. Hojimurod dublini nishonlamoqda. Ko'rib turibsizlar, juda ham ajoyib qizg'in o'yin bo'lib bormoqda. Men sizlarga buni sharhlashimdan maqsad bizni bolalarga bir stadion kerak, ya'ni maydon bo'lsa juda ham a'lo ish bo'lar edi. Boshladi va xavfli hujumlar va bartaraf etildi. Islombek Botirov ketdi hozir mana Varata tomonga. Hozir Ravshanbek Ibaydullayev to'pni maydonga kiritmoqda. Va tepdi. To'p noto'g'ri ketib qoldi va bo'lmoqda. Mana qangi muxlislarimiz bor. Mana keldi Aliorbek to'pni olib Ravshanbekka uzatdi. Ravshanbek to'solmay qoldi desam, to'sdi va golni ushlab qoldi. Xavfli hujum edi va Abdulloh Abduqahorov qani o'yinda hozir ko'rib turibsizlar mana. Abdumalikov. Ushash juda ham xavfli hujumlar. Azizbek Botirov orqada kutib qoldi va Saydulloh to'pni tepdi, pas berdi. Ga kiritmoqda. Mana ko'rib turganingizdek tashladi va ko'krak bilan to'sib o'yinga o'zimizga xavfli vaziyat. Muslimbek No'monov to'pni ushlab qoldi, adashmasam. Vau, to'p tushib ketmadi va olib chiqishmoqda. To'p uchun kurash, to'p uchun bahs bo'lmoqda. Muslimbek No'monov va hujumni boshladi. Uchun. Azizbek Botirov maydon tashqariga chiqib ketgan to'pni ushlab qoldi va o'yinga kirgizdi. Muslimbek No'monov xavfli vaziyat. Azizbek Botirov to'sib qoldi to'pni.